ketigen dostum. Ben sağdan etken. Dallığa çoltur. Ben boğan Sulayman aleyhisselam'ın öpüpügü boğan işlerini yetip bereyim. O Sabah şehirge berip, o joydagi kishilarning quyoshga cho'qinadiganligini bayqabdi. Shu vaqtning o'zida Dona podshoh Sulaymon qo'shinini ko'zdan kechirib yetib, o'pibning yo'qligini sezdi. O bir anda darg'azab bo'lib, uni qattiq jazolashni qaror qildi. Dostum Marahala. Özünü çarçıtıp koyma. Ben yemek tayarlay. Belki bu yerde kayıp kalıp ketiş hiyalını unutup kalarsan. Ketiş? Ben ketişim gerek. Hazırlama. Ha? Beni yalnız taşla. Allah halısa patiyakı diyeni kilime. Marhala begim. Seni selamet kella. Peki boğuzlanmaptılar. Nemanda qalaymiqan joyluysan? Birasi mening yo'qligimni uqdim ha? Senin yo'qliklarini hammanglar uqdi. Payg'ambar podshoh Sulayman seni jazolaydiganligini yoki bo'g'izlaydiganligi haqida yorliq tushirdi. Podshoh Sulaymon alayhissalomning huzuriga ansirgan holda berib muhofizatchi. Yo'limni to'sma. Men Hazrat Sulaymon bilan ko'rishim kerak. Men tahrir qilib bo'lmaydigan xabar olib keldim. Hazrat Sulaymon sening kaginoni anglab, kirsin dedi. Men seni bilmaydigan bir xabar olib keldim. Men hozir Sabah shahridan muhim bir xabar olib keldim. Men ularning quyoshga cho'qinayotganligini ko'rdim. Bu sukut qilishga bo'lmaydigan jinoyat janoblari. Sulaymon payg'ambar anglag'anlardan cho'chib ketib, acaba o'pib o'z jinini saqlab qolish uchun bu hikoyani to'qib chiqqanmidi deb o'ylabdi. O'pibga rost so'zladingmi yoki yolg'on aytib qarab boqayli debdi. Rost da'vatiman oliylari, qasam qilib beray. Payg'ambar o'pibning ko'zlariga qaragandan keyin bir parcha maktub yozib qatlabdi va uningga bu maktubni elib berib ularga tashlag'in, ondan ularni neriroq berib tur debdi. Qo'mondan janoblari, bu safar bak uzun. Shunga bu maktubni uningga havo o'tishdan saqlaydigan oltin qutiga solaydi. Hazrat Sulaymon buningga qo'shiladiganligini bildirib, jinni bir dog' quti yasash qildi. Kulas. Kim bu? Öpüp, o'tib terikkan bu. Nima da'vatsan yo'lbars? Bo'g'izning ishdan qutulganligidan xush bo'ldim da'vataman do'stim. Naladi yurding, ha? Naladi yurding? Sen bunda savol so'rashga qanday jur'at qilyapsan? Sendan xotirjam bo'lay degan edim do'stim. Qachondan beri lashkarlar axborot vazirining naladi yurganini so'raydigan bo'lib qoldi, ha? Askeri maxfiyatlikni so'ramoqchi emasman. Faqat shuni bilmoqchimanki, o'zingni bil askar. Sana harakatga o'tish farmoni tushgan chaqda Marahalaning naladi yurganini bilib qolasan.
mu? Ha, shundaq. Davomli uxlab. Men sening cho'qib qaytib keldiganligingni bilardim. O'tinib qolay. Ovozingni past qil. Janoblar, menga to'limi qimmatli bir parcha maktub keldi. Bu maktubni kim avatibdi oliylar? Uning nimalar yozibdi? U Sulaymondan keldi. Uningga nihoyat shafqatli va mehribon Allohning nomi bilan boshlayman. Menga haqoratlik qilmay, oldingi musulmon bo'lgan holda kelinglar debdi. Boshqa bir narsa deyapti. Men o'qigandan boshqa hech nima yo'q. O bizni musulmon bo'lishga buyuribdi. Ondaqda jang qilish kerak. Janoblar, bu to'g'risida maslahat beringlar. Men burundan har ishda sizlarning maslahatinglarni olib kelgan. Amir Lashkar, siz qanday qaraysiz? Oliylar kesib ayta olamanki, biz kuchli ham jangovar xalqmiz. Mubodisada jang qilamiz desizlar, biz shu hamon jang qilamiz. Jang qilish taklifiga qo'shilganlar qaysinglar? Bosh maslahatchining fikrini anglab boqay. Beliqis oliylari. Bu maktubni sizlarga elib elchi xil. Uningdan Sulaymonning nima maqsadi borligini o'qib boqaylik. Buni kimning olib kelganini men bilmayman. Undaqda bu maktub sizlarga qanday keldi? Atigan uyg'unib qarsam, ko'pamning ustida turadi. Sulaymon jang qilmayla oliylarining huzuriga kelgan bo'lsa, navada urush qilsak, uning kuchi qanchalikdir? O'yinni biroq bir ish qilaylik. Men bu fikrga qo'shilaman. Podshohlar odatda bir yurtga bostirib kirsa, u yurtni xoni vayron qilib, yurtning mo'tvarlarini xor qiladi. Ondaqda qandoq qilamiz oliylar? Sulaymonga sovg'a salom avatib, uningga bergan javobiga qarab boqay. Malika, bu sovg'a salomlar uchun ko'p mol dunyoni Amir Lashkar janoblari. Podshoh Sulaymonni cho'chitib qo'yish uchun sovg'a salomlar qimmatli bo'lishi kerak. Bir ish meni gangirtib qo'yibdi. Nima ish? Podshoh Sulaymonning elchisining Malikaning hujrasiga qandoq kirganligi. Men bu bek hayron. Podshoh Sulaymon hech qanday zamin yoki boylik talab qilmabdi. U faqat bizning musulmon bo'lib kelishimizni talab qildi. Bu islom degan zodi nimadir? Sulaymonning qo'shonining qanchalik ekanligi va kuchini aniqlab chiqishni menga qo'yib, sizlar bu ish to'g'risida izlanib baqsalar. Vazir janoblari. Qani ko'ramiz. Nima degan ko'p boylar. Bu narsalar hammasi vaqtin ko'rish kerak. O'zimiz olib kelgan sovg'a salomlardan to'liq xishil bo'lyaptimi? To'g'ri deydi. Biz podshoh Sulaymon bilan qachon uchrashamiz? Qarsıla baş məsləhətçi. Allah özlükdən girib atır. Tırtırma heyran qalarız. Türkəni qoysula. O tamamlarını bizə kim əkilib atıdı? Sizlarning jin xizmatkorlari janoblari, bu taomlar sizlarga bir vaqt mazlik yemak bo'g'ay. Tursala. Padişah geldi. Sulaymon alayhissalom Bilqisning elchilarini yaxshi kutib olgandan keyin ular bilan ko'rishibdi. Bu Malika Bilqisning sizga avatgan sovg'a salomlari odilari. Sulaymon Allohning diniga qizg'in bo'lmashqa qattiq g'azablanib, "Nima bu? Men mol dunyo olib keldim-mi? Atrofingizga qaranglar. Men Allohning bagini sizlarning bagininglardan ko'p. Bu sovg'alaringlarni o'zinglar olib ketinglar" debdi. Allohning payg'ambari Sulaymon alayhissalom amir lashkarlarni yig'ibdi. U Saba shahriga bostirib kirishning hech qanchalik ish emasligini biladi. Lekin u Allohning dinining kishilarning aqli va qalbining cho'qur qatlamlariga qadar yetib berishini ko'ngliga tukibdi. Janoblari, ular me'morchilik va binokorlikda haqiqatan yuqori pallaga yetibdi. Bilqisning taxtimi ularning qoltis buyumlarining birisi. Bu taxt ularning taraqqiyoti va madaniyatining simvoli. Sulaymon qayerdan boshlasak bo'lar? Kim mening oldimga uning taxtiga kiralaydi? Mana men sizlar o'rinlardan turib bo'g'icha uni akilib bo'la olayman janoblari.
kitobdan ilm berilgan bir kishi turib, men sizlar ko'zlarini yumib ochguncha uni oldilariga akilib bo'la olmayman debdi. Dana Sulaymon Rabbiga shukr etib bo'lgandan keyin Jiblani taxtning qiyofatini o'zgartirib etishga, hamda suning ustiga tegi suzuk aynakdan yasalgan bir saroy silishga buyuribdi. Ondan keyin o'pibni Bilqisni o'z mamlakatini ziyorat qilishga da'vat qilib, elchi avatishga buyuribdi. Baş üstüge canapları. Bir chetda turinglar. Marhamat hazratlar oldirash. Ahiri hamma ishlar tamomlandi, Qushqash. Allohga shukr janoblari. Qachon jang qildik emas? Jang qilmaymiz. Nimishqa jang qilmaymiz? Dana Sulaymon payg'ambar kofirlarning quyoshga cho'qinishga qarab turamdi ekan. Ular allaburun iman aytib bo'ldi, Qushqash. Ularning hammasi jang qaynamaga kelmaydi iman etdi. Bu qanday ish? Dana Sulaymonning parasi. O Malika Bilqisni ziyorat qilishga taklif qildi. Shunda ziyorat farmonida xabarim bor. Sen bilmaydigan bir narsa bor. Malika o'z taxtining bu yerga epkilinganligini ko'rdi. Suzuk aynakdan yasalgan saroyga kirganda texmo hayron qoldi. Nimish bo'ldi? O sarayning tegini dengiz deb o'ylab, kiyimlarim g'ulg'ub ketmasin deb pochoqlarini ochdi. Ondan keyin o'zining Allohning payg'ambarining oldida turayotganligini hamda uningga ergashmay o'ziga jinoyat qilganligini tunib ketdi. Ya Allah, Bilqismi iymon etdimi? Danışman Sulaymon Hazretleri, men bu masalada ufuqqa erishdim. Bir podshohni qurollar bilan qo'shib, Allohning xayriga cho'qinishdan qutuldim. Sulaymon, nima demoqchisan marhala? Men sening qilganlaringdan rozi edim. Mening mukofotim qani? Sulaymon alayhissalom men sana o'z ismimni berib, seni Sulaymonning o'pibi deb atayman debdi. Bu yangilik emasdir. Men burun Sulaymonning o'pibi emas edim. Sulaymon alayhissalom shundoq. Lekin men butkul atrofi olamga sening menga nisbatan berilganligingni jakarlayman. Menga butun dunyomi yetmaydi. Mening orzuyim undan Sulaymon alayhissalom cho'chib ketib, "Amzi sen nima demoqchi eding?" Mening nom shuhratim butkul tarix batlariga yeyilsgan. Men o'lgandan keyinmi ta davr qiyomatgacha kishilar meni tanisiganday. Sulaymon alayhissalom muloyimlik bilan "Bu mening qo'limdan kelmaydi marhala. Bu ish yolg'iz Allohning qo'lida" debdi. Buni bilaman hurmatli payg'ambar. Lekin mening ismimning qiyomatga qadar tilga ilinishi uchun Allohga duo qilish sizning qo'lingizda kelganligini bilaman. Sulaymon alayhissalom beshini ko'tarib o'pdan so'rabdi. "Sen mag'rurlanib qoldingmi qanday? O'zingni alohida javob qilib otamsan." Bu mag'rurlanish emas payg'ambar hazratlari. Men kishilarning Rabbimning Allohning butun bir ummatni islomga bo'ysundirishiga sababchi bo'lgan noit katta, oddiy sodda bir maxluq ekanligini bilsgandayman. Bu mening huquqim janoblar. Sulaymon alayhissalom tabassum qilib turib, o'pibning nomini qiyomatga qadar qoldirishi uchun Allohga duo qildi. Men Allohning sunni duolariga ijobat qilganliklarini bilaman, hurmatli payg'ambar. Lekin men hayronlikda o'ylanib qoldim. Qanday bo'lib mening nomim qiyomatga qadar tilga ilinadi? Bu qiyomatga qadar yo'qolmaydigan qanday ishdir? Sulaymon, men bu sana o'xshash g'aybni bilmayman marhala. Mendan o'zing uchun Alloh duo qilishni talab qildim. Duo qil. Menga ishon. Men Allohning duoyimni qanday ro'yobga chiqaradiganligini rostini bilmayman. Men bu sana o'xshash qiyomatga qadar yo'qolmaydigan bu kitobdan hayronman. Qaysi payg'ambarga o kitob berildi? Buni men bilmayman marhala. Bularning hammasi g'ayb. Uni senmi bilmaysan, menmi bilmayman debdi. Uzoq o'tmay o'pib keldi. U men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men sabadin bir muhim xabar ib keldim dedi. Men haqiqatan ularga bir ayolning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga hamma narsa berilibdi. U cho'ng taxtning sohibi ekan. Uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga cho'qinadiganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatib, ularni to'g'ri yo'ldan to'sibdi. Natijada ular hidoyat topolmabdi.
Şundaq qilib, sening yaxshi bovaң Öpüpnің сөздері kishilarning orasida ta qiyomatga qadar turadigan bo'pti va uning qissasi mo'minlar namozlarida tilovat qiladigan Qur'onga aylanibdi. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على